Farfot M12 Assalomu alaykum do'stlar, bugun men sizlarni o'zimning magnitofonlarimdan tanishtirib o'tishda davom etaman. Video obzor qilib, bugun sizlarga mustaqillikni boshida chiqqan seriyalar tarqagandan keyin magnitofon ish 306 nomli magnitofonini tanishtirib o'taman. Ko'rsanglar bo'ladi. Dizaynini og'irroq magnitofon bo'lgan. 2 tomonli chiqarilgan vaqtida. Sizlarga shuni ko'rsatib eshittirib beraman. Qayoqdan ochiladi? To'pdan chiqadi. Balki batareyaga qo'ysa bo'ladi katta. Qo'chida ishni ochasiz bo'ladi. Bizlarning mashhur magnitofoni. Sizlarga bir eshittirib ko'rsatib beraman. Zoom yoqamiz. Yondimi? Qapchikasini. Farfot M12 ovozlari, balans. Rejim. Naushnik qilgan joylari. Перемоткалары. Korpuslar. Endi yoq tarafiga qo'yamiz. Peremotga qo'yamiz. Pasaytirib qo'ydik. Pauzalar etgancha zapisam bor. Xullas, shu magnitofon kimdadir bo'lgan bo'lsa yoki haligacha bor, shularni kommentariyga yozib ketsanglar bo'ladi. Kerak bo'lsa bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Va shuningdek, videoni shunaqa magnitofonga qiziqadigan do'stinglarga jo'natib qo'ydik, oldin eshitgan do'stinglarga. Video yoqsa like bosishni unutmang. Keyingi video obzorda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar, hali yaxshilar oldinda.